Do'stlar, hamma qo'llab-quvvatlab turgan odamlarning ota-onasiga ming rahmat. Bekoboddagi murda eslaringdami? Kanalga tashlab yuborilgan. Mana 80-kun bugun topildi. Ana hozir xodimlar, MCS xodimlari baraka topsin. Hammalari harakat qilib, mana 80 kun uxlamasdan, kun demasdan, tun demasdan harakat qilib va nihoyat oxiriga yetib borishdi. Ro'za Ramazon kunlari mana shu marhumning haqqiga duo qilib qo'yasizlar. Ota-onasining haqqiga sabr bersin, farzandlari sabrli bo'lsin. Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik ish stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya, uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка baza xizmatlari mavjud. Muhim eslatma: Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum hammaga. Xabaringiz bor, 2025-yilning 11-dekabr kuni Bo'ka hamda Bekobod avtomobil yo'lida Xuruch yoshli fuqaro ichki ishlar xodimi tomonidan o'zining Nexia 3 avtomobilida urib yuborilgani xabar berilgan edi. Biz bu bo'yicha o'sha Daryoda ham reportaj tayyorlagan edik. O'sha reportajda aynan yo'l transport hodisasiga qarama-qarshi tomondan kelayotgan haydovchi guvoh bo'lib qolganligi, ichki ishlar xodimiga Xuruch yoshli fuqaroni shifoxonaga olib borish uchun aynan uning Nexia 3 avtomobiliga o'tkazishga yordam bergani ma'lum bo'lgan edi. Ming afsuslar bo'lsinki, ichki ishlar xodimi Xuruch yoshli yarador fuqaroni shifoxonaga olib borish o'rniga o'zining turmush o'rtog'iga telefon qilib, voqea joyiga Matiz avtomobili yetib kelishini hamda u yarador fuqaroni Nexia 3 dan Matiz avtomobiliga o'tkazib, voqea joyidan taxminan 35-40 kilometr uzoqlikdagi Do'stlik kanaliga olib borib, aynan Do'stlik kanaliga tashlab yuborgani ma'lum bo'lgan edi. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Qidiruv ishlari 2025-yil 11-dekabrdan boshlangan bo'lsa, aynan 2026-yilning 28-fevral kuni, ya'ni 80-kunda qidiruv ishlari boshlangandan beri 80-kunda jasad topildi. Marhumning yaqinlari bu haqda bizga xabar berdi. Marhumning yaqinlariga ko'ra, jasad ishlar xodimi hamda uning xotini yaradorni tashlab yuborgan joydan 4 kilometr uzoqlikdagi masofadan chiqqan. Jasad aynan jing'illarning tagida qumga belanib qolgan holatda, ya'ni qumning tagidan chiqqan. Axiyri o'sha marhumning yaqinlari kutgan kun keldi. Jasad ming afsuslar bo'lsinki, vafot etgani juda bir og'ir holat bo'ladigan bo'lsa, lekin jasadning topilmayotgani ularga 2 karra og'ir va qayg'uli bo'layotgan edi. Aynan marhumning yaqinlari jasad topilganidan ko'ngli xotirjam bo'ldi. Biroq afsuski, Xuruch yoshli fuqaro erta olamni tark etdi. Buning uchun yaqinlariga sabr tilaymiz. Alloh ularga sabr bersin va Xuruch yoshli fuqaroning oxiratini obod qilgan bo'lsin. Ishlar xodimi hamda uning xotiniga o'xshash fuqarolarga esa Allohdan insof so'raymiz.